Padashi turba tevalardan devorlar teshib, remontimni harom qilmasin degan mijozlarim uchun faqat pastdan teshiladi. Отопление qilinyapti. Mana batareyalar qo'yilish jarayoni. Akkuratni qilib ish qilinyapti, xudo xolasa. Bu obyektimizdan bitdi. Bu yerga добавочный ichkarida dushoboy kabina, bitta ariston va issiq suv, sovuq suv tushirib berdik. Mana ko'mirga va gazga yonadigan kotolimiz ko'rinishi va tublit qilish jarayoni. Bu o'zi asosan ko'mirga, lekin bu yerda gaz yaxshiligi uchun gazga akkuratni qilib moslab qo'ydik. Ustiga stiklovata qilib, akkuratni qilib issiqlik tashqariga chiqib ketmasligini ancha oldini oldi deb o'ylayman. Bu yerda gaz yaxshiligi uchun gaz garelka qo'yib motorchilarni ishlatib berdik. Xudo xolasa xizmatlar bo'yicha bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar pastdagi raqamlarga. Joninglar sog' bo'lsin.